Assalomu alaykum. Bu Lextalk Uz loyihasi. Bugun biz eng dolzarb bahsli mavzularni muhokama qilamiz. Bu oilaviy nizolar. Bugungi bizning mehmonimiz ko'p yillik tajribaga ega huquqshunos Ozoda Zayniyeva advokat ishtirok etyaptilar. Ozodaxon, kattakon rahmat kelganingiz uchun. Biz doimiy ravishda sizni sahifangizni kuzatib boramiz, ko'ramiz. Demakki, o'sha oilaviy nizolar, ajrashish, bola taqdiri, alimentlar bo'yicha ishlarda bevosita qatnashib kelyapsiz advokat sifatida va o'sha qaysidir bir tarafni huquq va manfaatlarini himoya qilib kelyapsiz. Shu uchun bu mavzuni aynan siz bilan muhokama qilishi va tinglovchilarni qiziqtiradigan savollarga javobni aynan sizdan olishni biz xohladik va sizni taklif qildik. Shu uchun rahmat kelganingiz uchun. Mana juda ham minnatdorman men taklif qilganinglar uchun. O'ylaymanki, har bir savollaringizga javoblarim manfaatli bo'ladi. Demak, eng asosiy savollardan boshlaymiz. Advokat sifatida aytsangiz, shu nima ko'proq sabab bo'lyapti er-xotinni ajrashishiga? Bu holatda aynan bir narsa sabab deb bo'lmaydi. Chunki ko'p holatlarda bir-birini tushunmovchilik, moliyaviy tanqislik, uchinchi shaxslarning aralashuvi, xiyonat va boshqa yana ko'p holatlar sabab bo'ladi. Bir narsani sabab deb bo'lmaydi. Mana shunaqa holatlar bor, uchinchi shaxslarda aralashuvi bilan, demak, ajrashish holatiga olib keladi, er-xotinning munosabatlari o'zgaradi. Shu uchinchi shaxslarni qandaydir javobgarlikka tortish masalasi qonunchilikda belgilanganmi? Menga juda ham ko'p kelib tushadigan savollardan biri bu, ayniqsa ayollar shu savol bilan murojaat qilishadi. Qaynonam bunday qildi yoki qaynopam bunday qildi deb qanday uni javobgarlikka tortsam bo'ladi degan savolni qo'yishadi. Afsuski, bizda aynan oilaviy munosabatlarga aralashgani uchun boshqa oila a'zolarini определенно bitta nimaga javobgarlikka tortish bizda ko'rsatilmagan. Lekin bu yerda qanaqa nima holatlarga e'tibor berish kerak? Haqorat qilgan bo'lsa haqoratga ma'muriy javobgarlik, tuhmat bo'lsa tuhmatga yoki zo'ravonlik ko'rsatgan bo'lsa, qandaydir bir shikast yetkazgan bo'lsa, shu holatlardagina biz qonunchilikda ko'rsatilgan javobgarlikka torta olamiz. Lekin aynan bir dedi, aytdi, o'qildi, buqildi, er-xotin o'rtasiga sovuqchilik tushirayotgan hozirgi kunda juda ham shaxslar ko'p. Bular begona emas, o'zlarini ichlaridan chiqadi. Afsuski shu holatlar bo'lmoqda. Eng muhim masala va nima deydi, og'riqli masala bu bola taqdiri. Kim bilan bola qolishi kerak? Sud buni hal qilayotganda aynan qanaqa mezonlarga, qaysi mezonlarga asoslanib qaror qiladi? Bola ona bilan qolishi kerakmi yoki ota bilan qolishi kerak? Bilamizki, oila kodeksida ham bola aynan ona bilan yoki aynan ota bilan qolishi kerak degan bizda modda keltirilmagan. Sud doimo bolaning manfaatlaridan kelib chiqadi. Bola ko'proq kimga o'rgangan, qaysi taraf bilan bo'lsa unga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan ustunroq va qulayroq bo'ladi. Shu jihatlarni sud inobatga oladi doimo. Ko'pincha amaliyotimdan kelib chiqib, oxirgi davrda bola kim bilan yashagan bo'lsa, albatta psixologически ham bola ona bilan yashagan bo'lsa onaga yoki otaga bog'langan bo'lsa otaga, bilan qoldirishga harakat qilishadi. Chunki o'zingiz ham bir kishiga o'rganib, oddiy katta odamlarda ham bo'ladi. Bir kishi bilan yashayapsiz, o'rganib qolishingiz bor. Hattoki uni sevmasangiz ham, yaxshi ko'rmasangiz ham qanaqadir bog'liqlik bo'lib qoladi-da, undan ketgingiz kelmaydi. Birdaniga shu odam sizni tashlab ketib qolsa, endi siz-ku katta insonsiz. Yosh bolani otasi yoki onasi birdaniga tashlab ketib qolsa yoki shatda uni sug'urib boshqa bir shaxsga, endi boshqa emas, o'zini otasi to'g'ri, lekin hattoki uni tanimaydigan holatlarda ham otadan olib onadan olib otaga berib qo'yishayotgan holatlari ham bo'lyapti. Vaholanki bu yerda avvalambor bolani manfaati inobatga olinishi kerak deb hisoblayman va amaliyotda ham shunday. Endi bolani manfaatlari, fikrlari inobatga olinishi kerak deysiz. Endi aytaylik, bola juda ham kichikda, 1-2 yosh, hali o'zini xohishini ifoda qilib bera olmaydi. Bu holatda qanday shu bola aynan ona bilanmi yoki ota bilan qolish mumkinligini aniqlash mumkin fikringiz? Qonunchilikda to'g'ri inobatga oldingiz, 10 yoshdan keyin bolani fikri ham eshitiladi, lekin bu eng asosiy mezon emas. Inobatga olinadi bolani fikri ham, kim bilan qolasan deb sudya savol beradi bolaga ham. Lekin kichkina bolaga
Masalan, aytaylik, menga juda ko'p otalar chiqishadi. Bolani o'zimga olmoqchiman. Bola men bilan qolishi kerak. Onasi unaqa, onasi bunaqa deyishadi. Xo'p, bola necha yosh deyman? Bola 2,5 yosh yoki tam 3 yosh shunaqa degan javob berishadi. Xo'p, siz ishlaysizmi deyman? Ha, ishlayman. Faraz qiling, sud sizga bolani olib berdi ham deylik. Siz bola bilan nima qilasiz deyman? Ertalab 9 da ishga ketasiz, ertalab 6 da kelasiz. Bola kim bilan qoladi? Xo'p, ishdan keldingiz ham 6 da deyman. Bola bilan 2 soat, 3 soat o'ynaysiz yoki unga e'tibor qaratasiz, o'zingizni qanaqadir yana baribir telefonda masalalaringiz bo'ladi yoki uxlaysiz. Bolani o'zingizga olib olib nima qilasiz degan savolni qo'yaman. Shu holatda men ularga bir chora beraman. Ular ko'pincha aytishadi, onasi ko'rsatmayapti bolani menga, men uni yaxshi ko'raman, bola ham menga talpinadi, lekin menga umuman bolaga dostуп yo'q deyishadi. Ya'ni men uni tarbiyasida yoki boshqasida shug'ullanishga, ishtirok etishga xohlayman deyishadi. Shu holatda men ularga bir chora beraman, ya'ni yo'nalish bolani majburiy tartibda ko'rishib turish. Ya'ni sudga murojaat qiladi, otami yoki onasimi yoki teskarisi ham bo'lishi mumkin-da, otasi ko'rsatmayotgan holatlar. Shunda sudga murojaat qiladi, sudya unga so'ragan, masalan, bir haftada 2 marta, shanba kuni ertalab 9 dan yakshanba kuni ertasigacha olib ketishiga yoki bola juda kichkina bo'lsa 2 soat, 3 soatga. Chunki bilamizki, человеческий faktor, bola qiynaladi, emizishlik bo'lishi mumkin, podguznik almashtirishi, shu holatlarni ham inobatga olib, ko'pincha kichkina bo'lsa 2 soat, 3 soatga va onasini ishtirokida ruxsat berilmoqda. Keyinchalik yosh katta bo'lganda keyin ushbu bolalarni ham nima qilish mumkin? O'zgartirib ko'rish muddatini kechaga уже olib ketish, bir sutkaga yoki 12 soatga, 13 soatga olib ketish amaliyoti ham bor. Endi aytaylik, men ajrashish bo'ldi, bola taqdiri ham hal qilindi sud tomonidan, aytaylik ona bilan qoldirildi, ko'pincha ona bilan qoldiriladi. Endi otadan aliment undirish masalasi ko'tariladi albatta, chunki agarda bola kichkina bo'lsa, ona ishlay olmaydi, bolaga qarash kerak. Qonunchilikda alimentni undirish tartibi qanday belgilangan? Aliment undirish 2 turda undiriladi. Birinchisi bu kelishuv asosida, agar taraflarda kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qiladi. Sud buyrug'iga e'tiroz bildirmasa agar otasi, unda sud buyrug'i asosida to'lov boshlanadi. Yoki e'tiroz bildirib qolsa, yana boshqatdan sudga murojaat qilish kerak bo'ladi va bu yerda hal qiluv qarori chiqariladi. Bitta bola uchun oylik ish haqqini 4 dan 1 undiriladi. Agar 2 ta bola bo'lsa, oylik ish haqqining 3 dan 1 undiriladi. Agar 3 ta va undan ko'p bolalar bo'lsa, oylik ish haqqini 2 dan 1 undiriladi. Bu holatda yana onaga hozir tavsiya masalasida aytganingizdek ishlamaydi boshqa dedingiz, ona ta'minotiga ham bersa bo'ladi. Bola 3 yoshga kirgungacha qonunchilikda onalarimiz uyda shu ta'tilda bola parvarishda o'tirishadi va bu yerda alimentdan tashqari yana ona ta'minotiga, ya'ni o'zlariga otasi to'lashi kerak bo'lgan qat'iy summa miqdorida talab qo'yishlari ham mumkin. Demak, faqat farzand uchun emas, balkim o'zi uchun ham farzand, demak, 3 yoshga to'lgunga qadar talab qilishi mumkin ekan. Agar ona ishsiz bo'lsagina. Ishsiz bo'lsa-yu, moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa-chi? Shunaqa holatlar ham bor. Lekin sudda baribir ko'rib chiqiladi. E'tiroz bildiradi ota ham bu narsani, shunchaki qoldirmaydi-ku. Hozir otalarimiz juda ham bu o'zlarini haq-huquqlari, ta'minotlari masalasida rivojlanishgan. Keyingi masala mana aliment masalasi aytaylik. Ota Rossiyaga ketgan yoki boshqa bir chet el davlatga, Koreyaga ketgan bo'lishi mumkin ishlash uchun. Ko'pchilik onalar bilishmaydi, qanday qilib men endi bu holatda aliment undiraman, chet elga ketdi-ku deb to'lamay qolishi ham mumkin-ku. Qandaydir qonun shu holatda tartibga solganmi, qanaqadir onani, bolani huquqlarini himoya qilib berganmi? Bu holatda men juda ham katta vakolatlarni aynan majburiy ijro byurosini ijrochilarida ko'raman. Ularning qo'llarida juda ham katta vakolatlar bor. Aynan hattoki O'zbekiston hududida emas, chet davlatda bo'lsa ham undirib berilayotgan alimentlar bor. Bu yerda albatta ayol tomonidan qandaydir bir dalillar, faktlar yetkazilishi ham muhim hisoblanadi va ijrochi ham o'zini vakolatlari doirasida shu kerakli sanksiyalarni qo'yib, qidiruvga berib, yo'llarini yopib, shu erkakka nisbatan bosim o'tkazib, axir bola manfaatida-ku, undirib berilayotgan holatlari ham bor. Afsuski, ijrochilarning ham ishlari ko'p,
rosta qaramasdan yotgan holatlari ham bor. Onalar qanchasi yig'lashadi, ishlamaydi bizda qonun yoki ijrochi ishlamaydi deyishadi. O'zi qonunchilikda agar O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ishlamasa, bizda mehnatga ish to'lash miqdorining eng kam miqdorida aliment chiqarib hisoblab qo'yishadi. Mani amaliyotimda bo'lgan holatlarda ham aytishim mumkinki, shunday hisoblab chiqarib qo'ygan 1.200.000 dan oyiga yoki 1.600.000 dan chiqarib qo'ygan, u to'planib yotaveradi. Qachondir shu shaxs kiradi-ku O'zbekistonga, chet davlatdan kelishi bilan ularni qo'llarini bog'lab, shu qarzdorliging bor deb olib kirib qo'yishgan holatlari ham bo'lgan. Men o'ylaymanki, agar shu holatlar ko'paysa, otalarda mas'uliyat paydo bo'ladi. Hatto chet elda turib ham kerakli miqdorda ta'minotni ta'minlab turishga majburligini tushunishadi, anglashadi va bu ularga saboq bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa holat amaliyotingizda uchraganmi? Mana ataylatib o'zini oylik ish haqqini kamaytirgan, yashirgan, o'zini daromadini, aytaylik, oylik ish haqqi katta, lekin shu alimentni miqdoriga ta'sir qilishini bila turib, ataylatib shu oylik ish haqqini kamroq qiladigan yo daromadlarini yashirgan holatlar ham bo'lganmi? Juda ko'p. Bu sir emas. Ko'p bizni shu erkak fuqarolarimiz nima qilishmoqda? Oyliklari 10 million, 15 million joydan ishdan kechib, ataylab, balki o'sha yerda ishlashni ham davom ettirishyapti. Lekin ana shu yerni qorovuli sifatida 1.200.000 ga ishga kirishmoqda-da va to'rdan biri 1.200.000 ni nima bo'ladi? 300.000, 350.000 to'lab, shu bilan xursand bo'lib yurishibdi. Qanday bu yerda nafrat? Bolaga nisbatan nafratmi yoki onaga nisbatan nafratmi? Bu yerda ular bu bilan bolani nakazat, ya'ni bolani jazolashmoqchimi yoki onani jazolashmoqchimi? Tushunarsiz. Keyingi masalaga o'tsak, Ozoda, sizga juda ham ko'p shu mavzuda savollar kelib tushadi. Shar'iy nikoh masalasida ayollar murojaat qilishadi. Turmush qurganman, shar'iy nikoh, 2-3 yil yashadik, farzandimiz bor, lekin erim bilan ajrashyapman. Bu holatda meni qanaqa huquqlarim bor? Nimaga men da'vogarlik qilishim mumkin degan savollar sizga ko'p tushgan. Bu savollar ko'pchilikni qiziqtiradi. Shu bo'yicha ham tushuntirish bersangiz. Bu yerda men to'g'ri qisqa lo'nda qilib aytib qo'yaman. Ayolga nisbatan hech qanaqa huquq yo'q shar'iy nikohda bo'lsa. Qachon er-xotinlik munosabatlari qonun doirasida huquqlar va majburiyatlar vujudga keladi? Qachonki ular FHDYO bo'limlarida, ya'ni ZAGSda deymiz, ZAGSdan nikoh guvohnomasini olishgan kundan boshlab. Endi bu yerda ko'pincha ular o'z bolalarining manfaatida ham qandaydir bir huquqqa ega bo'lishga harakat qilishadi. Shuning uchun maslahat tariqasida albatta men aytib o'taman, bola tug'ilgan zahotiyoq o'zlarini familiyalariga emas, ana shu nikohlaridagi otani familiyasiga ZAGSdan u otaligini o'zini familiyasini berishini talab qilib turib olish kerak. Bo'lmasam agar u odam bormaydi, ko'pincha ZAGSda bu ayol o'zini familiyasiga yoki o'zini otasini familiyasiga olib tushadi. Bu degani ota grafasida yo'q u shaxs, haqiqiy biologik otasi yo'q hisoblanadi. Shunda endi u aliment undira olmaydi, meros huquqi ham bo'lmaydi, hech qanaqa majburiyatlar vujudga kelmaydi otada. Nima qilish kerak? Albatta sudma-sud yuradi, ish ko'payadi, valakiti, bu yerda davlat boji, vaqti, advokatga xarajatlar boshlanadi. Sudga otalikni, ya'ni otaligini belgilatgani topshiradi alohida da'vo bilan. Bu yerda DNK o'tkaziladi. Haqiqatdan u aytgan otaning farzandi bo'lib chiqadigan bo'lsa, sudning qarori chiqqandan keyin ana shu FHDYOda dalolatnomaga otasi deb kiritilgandan so'nggina bu yerda aliment majburiyati ham, keyinchalik meros huquqi ham bolada paydo bo'ladi. Ayolda esa aytganimizdek, mana bu ona ta'minotiga ham hech qanaqa huquq bo'lmaydi. Meros huquqi bo'yicha ham ayol sifatida keyinchalik bu turmush o'rtog'i, endi shar'iy turmush o'rtog'i vafot etganda ham unda hech qanaqa meros huquqiga ham majburiyatlar boshqalar vujudga kelmaydi.